Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Balonlar toza 2009-yil Matiz mashinasi sotiladi. 346 mingning o'zini probegi, haqiqiy o'zini yurgani. Metallari bor. Kraskasi, zangjilari ishlangan ekan, metallari hamma o'zlari bor, tayyor. Yumshoq balonlar ham bor. Balonlar sostenasi zo'r. Mashinaning bahosi 31 milyon bo'lsa beracaklar. Kime qiziq bo'lsa ana pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Kelasizlar, üstünde savdolashib olasizlar. Kraskasini aytadigan bo'lsak, yine yangi 2009dan bir yandan necha yil olganda hisob kitob etib ko'rsangizlar 16 yil olgan bo'ladi. 16 yilda beri bir kraska harg'inlaydi-ku. Niji krisha bo'yalgan ekan bu. 31 milyon so'm bo'lsa, ana yana bir Matiz utib olish imkoniyati bor sizlarda. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Xo'sh, bu Gentra'ni akşam kechda oldik deb video syomkaya tushib ketadilar. Akasi to'lab bilmaysan deb отказ ettirdi buni. Отказ oldu bu. Mashinalar ham ber vermedi. Mashina 4000 so'm bilan mashina ber verib qo'ymaydi-ku. 2000 so'm ha? 2000 so'm bilan chiqarib beramiz endi. Lekin alish kerak, lekin buni bu to'lolmasangizlar 5 oy 6 oy minib turib, "Men mashinani al desangizlar ham o'zi musodara etib qaytadan auksionga chiqarib beradi. Endi 2000 so'm bilan chiqarib beramiz yana. Toza chiqqan 2000 lik bilan. 1000 so'mda priznoma deb Ha. Siz hurmatli obunachilar, sotiladigan mashinalar bo'lsa bemalol shöyle kelaverasizlar. O'zimiz reklama etib, bepul sotib beramiz. Rahmat, hammangizga sog'lik tilaymiz.